Assalomu alaykum hurmatli YouTube Bostan Makler kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda yaxshi mahalladan Boston sentridan 24 so'tlik joy qo'yib beramiz. Joyimiz 2 joy bo'ladi. 12 dan 24 so'tlik. Bir taraf solingan, bir taraf solinmagan. O'tgan safar ham bir shunday mes qo'ydik. Bir kunning ichida baraka bo'lib sotilib ketdi. Undan keyin ham so'ragan odamlar ko'p bo'ldi. Aynan shular uchun bo'ladi bu video. Ko'rib turganingizdek, ko'chalari keng. Katta yo'ldan shu Navoiy ko'chadan kirib kelganingizda eng chetdagi birinchi joy bo'ladi. Bu yerimiz uglovoy bo'ladi. Bu joyimiz bu taraf solingan birinchi joy, bu taraf solinmagan. Fasadi 40 metrga 60 metr bo'ladi. Общий 24 sotik yer maydoniga ega. Dokumentlarida hech qanday muammo yo'q. Prямо notarsiz sanasanglar bo'ladi. Uyning ichki obzorlari bilan tanishib chiqamiz. Mana shunday yaxshi darvozalar o'rnatilgan, yalmaqab eshiklar. Kirganimizda ajoyib xo'ti garderob, qo'l yuvish uchun rakovina va orqa chiqish eshigi bo'ladi. Bu tarafimiz oshxonasi bo'ladi. Mana shunda katta bir ayvoni bor. Ko'tarma pol qilib chiroyli ishlab qo'yilgan. Ehtiyoji yunqirab yashab o'rnatilgan materiallar bor. Remontlari shu gap bo'lishi mumkin, ajoyib. Chap qo'limizda birinchi zal bo'ladi. Zalimizda oynalari ko'chaga qaragan. Patologlar, remontlari hammasi addatonni chiroyli ishlab qo'yilgan. Bu yerdan chiqqanimizdan keyin chap qo'lda ikkinchi eshik. Bu yerimiz bir spalniya bo'ladi. Spalniyamiz ham remontlari yaxshi, oynalari ko'chaga qaragan bo'ladi. Akfadan yaxshi plastik oynalar qo'yilgan. Konditsioner. To'rda yana bir xonasi bor. Bu yerning o'zi asli oshxona ekan. Hozir bir kichkina spalniya etib qo'yibdilar ekan. Kotyollar shu yerda joylashgan. Oshxona sirtqa chiqargan ekanlar. Adam o'zgartib olaveradi. Shunda uydan chiqqanimizdan keyin orqa tarafi o'rlari ko'tarilib tramvokka bo'lgan. Vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Bog'lari hamma narsasi ajoyib. Dunyoning kengishligi Bostondan yaxshi yerdan bir joy solish uchun yer chiqsa olaman deb yurgan tanishlar tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Qo'lni zabor bilan aylangan. Atizlari, bog'lari hamma narsasi joy-joyida. Orqa tarafida molxonalari bor. Mol, qo'y boqish uchun sharoitlari yaxshi. Qarasanglar bu tarafdan buzib tashlab katta bir joy solsanglar bo'ladi. Toshkent stilda bog'ning o'rtasida solasizlarmi? Shilib o'tgan safar shunday 24 sotik yer qo'yganimizda bir kunda sotilib ketdi. Undan keyin ham ko'p odamlar so'radi bu yerdan. Mana otizlari yaxshi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Har turli mevali daraxtlari bor. Suvdan muammo yo'q, oqar suvdan. Orqa tarafi yana molxonalar. 4 taraf ham zabor bilan aylangan. Vobshe zo'r yerda joylashgan. Bog'cha, maktab, bozor hamma yerga yaqin. Bu tarafdan mol, qo'y boqsanglar bo'ladi. Orqasi liderning orqa tarafi bo'ladi. Hamma yeri zabor bilan tayyor turibdi. Narx ham qimmat emas. Kelishib, savdolashib olsanglar bo'ladi ustunda. To'liq manzil bilan tanishtiraman. Bu videoni srochni yaxshi yerdan joy chiqsa, joy chiqsa olaman deb yurgan tanishlar tashlab qo'yamiz. Gaz, svet, suv, Wi-Fi'dan umuman muammo yo'q. Bog'cha, maktab, bozor ham bir adim. Shunday. Pajarning komanda yoqdan kelsanglar ham bo'ladi. Nizomiy ko'chada joylashgan. Bu tarafimiz bozor tarafda, mana domlar orqasidan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Tak do'stlar, bu joyimizning narxini kelsak, bu bir joy emas, 2 joy. Qarasanglar 4 joy qilsanglar ham 6 sotikdan. Narxi egalari 70 ming dollar aytdilar. Sizlar uchun tortishib, talashib 65 ming dollarga tushirib qo'ydik. Joyda kelib ko'ringlar, yaxshi xarid qilsanglar bo'ladi. Ustunda yana kelishib, poyg'asi bor, qattiq narx emas. Bu videoni srochni Bostonning markazidan joy qarab turgan tanishlarga tashlab qo'yamiz. Hammaga rahmat.